Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 6-cı qitimliq Mən Natiq Uyğur Ğunçilari Nutuq Sözləş müsabiqəsimi g'alabalik tamamlandı. Bu qitimliq musobaqiga qatnashgan mahirlarning soni burunqi yillarnikidan az bo'lsa-mu, biz yana davomlashtirishni qaror qildik. Bu qitim necha yildan buyon izchil qatnashib kelayotgan g'unchilar o'zlarining texnik xushbiroq natijalarini sungan bo'lsa, yangi notalarning ularning orasiga qo'shilganligi umidimizni kuchlantirdi. Ular o'zlarining amdila 7-8 yillik o'rganish jarayonida Uyg'ur tilining sahnasiga tunji qitim chiqayotganligini chandurmayli qolmay, yana bizga fasohatdan dars berdi. Har bir mahirning o'ziga bo'lgan ishonchi, tiliga bo'lgan faxrlanish tuyg'usi, kelgusiga bo'lgan intilishi bizga ilhom va madad bo'ladi. O'zligini unutmagan, orzularini chin quchoqlagan bolalarga kelgusini topshirishdan kim xotirjam bo'lmasin? Yıllar bizge iz silayotganda kichik natiqlarimizni o'rganishning qaynamlarida asta chenib turib, varislarimiz deyishga layoqda to'shib ishib ketadigan yep-yangi bir avlodni bizga mukofot qilib sunadi. Men bolalarni mushu saviyaga kelgish tarbiyalagan, har yili zerikmay, terikmay ularning asarlarini bizga yo'llashni davomlashtirayotgan ota-onalarga va ustozlarga rahmat aytaman. Ular bu sahnamizni eng chiroyli asarlar bilan bezab, har yilimizga cho'nqur bir aslama qoldirib beryotdi. Sevimli bolalar, sizlar qilishni xohlasanglarla qo'linglardan beh chiqishlar keladi. Til inson uchun qanchalik muhim qurol bo'lsa, ana til ana shu muhimlarning muhimidir. Ana til bilan qurollangan, o'z tilini ravon so'zlab, o'z tilida notiq bo'lib yetishgan sizlarga qancha rahmat etsam azliq qiladi. Tavarruk tilimiz bola notiqlarimizning nutqlarida hammamizni atiga ilib borg'usi. Faoliyatimizga o'z umidlarini, ko'ngil so'zni avatgan bizga madad bo'lgan Adiljon Ar Uyg'ur akamizga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Men Natiq musobaqasi jadal yashayotgan biz Uyg'urlarga nisbatan hayot qilish va kurash qilishning bir simvoli bo'lish bilan birga biz uchun bir umid manbasi deb qarashga bo'ldi. Bu musobaqa tilimizni va madaniyatimizni qo'g'dab qilishda tashlanayotgan bir g'ayrat va tirishchanlik. Shundaqla bizningki kelgusiga doir bir yangi umid ve yüzümüzde olan işençini paydo qilishda muhim rol o'ynayotgan munbar funksiyasini o'tayotidu deb o'ylayman. Umid hammaga ma'lum bo'lganda bizga o'xshash yoki bir inson qiyinchilik va nachar shundaqla ig'ir ahvol ostidami kelgusiga nisbatan yangi ishlarni ahamiyatli, go'zal, foydali ishlarni vujudga chiqara oladiganligiga doir bir e'tiqod yoki ishonch. Bu ishonchning turtkisida bir inson o'ziniki psixikalik chidamchanligini, ruhini kuchlantirish bilan birga bu umid insonni yangi ishlarni qildirishga turtki bo'ladigan, harakatga o'tkaza oladigan, shunaqla insonning o'ziniki qimmatini yarata oladigan muhim bir omil deb qarashga bo'ldi. Bizga o'xshash dal shundaq qiyinchilik ahvoli sharoitda turayotgan, ham chet elda ham vatanda turayotgan bir millatga nisbatan bu Men Natiq musobaqasi dal bizga shundaq bir yangi umidlarni elib kelyotdi desak bo'ldi. Umid yana qorong'u bir tunnelning uchida ko'ringan bir ishqqa, ya'ni nurga o'xshaydi. Bu nur dal bizga umid elib keldi. Shu Men Natiq musobaqasi amaliyotda dal bizga shu tunnelning uchida ko'rinayotgan bir chiroq yoki nurga o'xshasak tamoman bo'ldi. Bu shunday bir qiyinchilik va aniqsizlik bir sharoitda bizga yo'l ko'rsatadi. Bizga hayotga bo'lgan ishonchimizni oshira oladi. Bu musobaqa dal shunday bir rolga ega desak bo'ldi. Bu Men Natiq musobaqasi o'zimizningki tilini va madaniyatni kelgusi nasllarga yetkazishga doir bir umid elib kelyotdi. Mayli chet elda, mayli Xitoyda, ya'ni Sharq Turkistonda bo'lmasin, bizningki sharoitimiz cheklik va ig'ir ahvolda deyishga bo'ldi. Ya'ni bizim bu Uyg'ur tilimiz
xavf ostida. Bu Men Natiq programmasi va musobaqasi dal mushu xavfni yo'q qilishda muhim bir ahamiyatga ega deb qarasak bo'ldi. Bizim bu o'smirlarimiz o'zinki bu musobaqada jarayonda o'zimiz adabiyotdagi nurg'un Uyg'urlarga oid tarixni, amaliyotda ro'y holatimizni, nurg'un narsalarimizni so'zlayotdi. Bu amaliyotda dal bizning tilimizni va madaniyat meroslarimizni kelgusiga yetkazishdagi rolni bizni ko'ksitib turyotdi. Bu o'smirlarimizningki bu internetni iborat shunday digital bir muhitda o'zini ifodalik qila olishi, mushu orqali kelgusidagi avlodlarga buni yetkazishi amaliyotda bizga bir umid elib kelyotdi. Yana bir jihatdan bu o'smirlarimizning bu programmaga qatnashishi amaliyotda o'smirlarimizniki o'ziniki Uyg'ur kimligiga ega chiqayotganligiga dair bir umidni paydo qilyotdi. Chunki bu orqali til kimlikniki nihoyatda muhim bir belgisi, ishorati. Dal shu til orqali bolalar o'zini ifoda qilyotdi. Buning ma'nosi amaliyotda o'zining kimligiga ega chiqayotganlikning bir ifodasi. Ya'ni biz bu o'smirlar orqali o'zimizningki kimliginingki ega chaqsi emasligini. Shundaqla kelgusida bu tilimizningki yetim qolmaydiganligini ifodalaydi. Bu dal yani kimligimizga yoshlarning bo'lib o'smirlarningki ega chiqayotganligiga dair bir umid elib kelyotdi. Bu Men Natiq musobaqasiningki yana bir ahamiyati bo'lsa, menga nisbatan chet elda yashayotgan Uyg'urlarningki kollektiv hamkorlik engini kuchaytirishda muhim rol o'ynayotdi. Bu musobaqa amaliyotda Amerika, Japoniya, O'rta Osiyo, Turkiya, Yevropadagi Uyg'urlarni bir yerga elib kelib, bular o'rtasida kollektiv bir ish qiladigan ongni va ruhni shakllantirishda rol o'ynayotgan bir musobaqalarning birisi. Bu dal nima? Dal bizningki bir yerga kelib kollektiv bir ish qiladigan dair bir umidni paydo qildi desak bo'ladi. Haqiqatan biz bu chetdan har qaysi tarqalishayotgan Uyg'urlarga nisbatan kollektiv bir ish qilish oson emas. Shunga dal bizim kollektiv bir ish qilish ilmimizni shakllantirishda bu musobaqa muhim rol o'ynayotdi desak bo'ladi. Yana bir ahamiyat bo'lsa, Sharq Turkiston, yani vatanimizda Uyg'ur tilimiz haqiqatan besim uchiryotdi. Ommaviy so'rovlardan, shundaqla maktablardan alburun chiqib tashlandi. Bular hatto uylarimizda so'zish imkoniyati bara aziyotdi deb bilamiz. Chet eldimi shundaq? Chet eldimi bu bizningki turayotgan davlatlarga assimila bu ketish ehtimolimiz intayin yuqori. Amaliyotdan bir ro'y besimlik bo'ldi. Dal shundaq besimlar qarmay, shundaq besim ostidami shu Men Natiq musobaqasini o'tkazishi besimga qarshi turishningki, besimga yengishga doir bir umidni elib keldi desak bo'ladi. Amaliyotda bu bizningki besimga qarshi ko'rsatishimizningki shunaqla besimga taqobil turadigan dair bir ruhimizning borligini, buning kelgusida o'lmaydiganligiga dair bir ishoratni bizga beryapti Men Natiq musobaqasi. Ana nisbatan yana bu Men Natiq musobaqasi chet ellik Uyg'urlarda kelgusida bir lider yetishtirib chiqishdagi bir munbar deb qarasak bo'ladi. Chunki bu yillardan beri buni uyushtirganlar shunaqa bu programma bolalarningki iqtidorini namoyon qilishni aytib bir munbar. Bir lider qanday yetishib chiqadi? Dal shunga o'xshash munbarlarda, so'rovlarda, shunday programmalarda, faoliyatlarda yetishib chiqadi. Biz mush orqali bolalarningki iqtidorini mishada ko'gil bo'ldi. Bizning qarimizda mundaq bir iqtidorli bolalar bor ekan, deyish orqali qizib chiqalaymiz bu bolalarni. Ana tilim jilvem jazibem, ana tilim göher xazinem. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum suyimli dostlar. Shoir Qosim Sidiq aka yuqorqi she'rda aytgandek, ana til bizni o'ziga tortib turadigan bir kuch. Ana til bizning xazinamiz, bizning boyligimiz. Ba'zi kishilar chet eldagi Uyg'ur bolalar ana tilni qanchalik o'rganayotgandi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin.
Mana hazır 6-cı qitimliq Mən Natiq Uyğur Unçuları Nutq Sözləş müsabiqəsi arqılı biz onların bu oylarına cavab verməkçimiz. Həmmən mahirlər əsərlərini özləri yazıb yadladı. Onların əsərlərdə öz turmuşu, qiziqişləri var. Yəni vətənə bolğan sevgisi, özümüz haqqındakı xiyalları var. Müsabiqəmizin bahalovçuları şair Rahile Kamal Hədər, Niğde Ömer Xalis Demir Universiteti Yavru Asiya Tədqiqatı doktori Mihrullah Təvəkkül Haqsöz, Hacettepe Universiteti Türkologiya Tədqiqatı İnstitutu doktori Rabigül Hacı Muhammed. Vətənimizdən tezrək azad oluşunu ümid qılıb, müsabiqəmizi İstiqlal marşımızla başlayırıq. vətən nəsləyimiz, nakşilərimizdə vətənni küyləyimiz. Müsabiqimizdə başlaşdan burun şəxsiyyədən Zübeyir Əziz etqan vətən namlıq şeirini anlap baxaylı. Ölmez vətənsiz
Elbette qılalaydı. Yana texi nahaydi köp temalarda yazalaydı. Duduqlamay yatlab beralaydı. Müsabaqamızdan tuncu grupsida 7-8 yaşlıq dostlarımız özləri yazıb, özləri yatlagan notqlarını sözləydi. Arjuyum. Assalamu alaikum küçük dostlar. Sizlerinin bu arjuyumlar var mı? Çoğun boğanda nime bolğunlar var. Ben çoğun boğanda ciddi qutquzuş doktori bolğum var. Yollardaki axırıq adamlarını görsem tezraq çoğun bulup ularını davalap koyğum kelidi. Abam bana doktor oyuncuklarını elip verdi. Ben o oyuncuklar bilen ufkamını davalap oynayman. Ben yana bazı küçük defterge ehmiyetlik bolğan işlerini yazışını yaxşı görürmən. Mən çoğun bolğanda bir taraftan doktorluq qılaq, yana bir taraftan balla hikayesi yazımən. Bunun için hazırdan başlap var gücüm bilen tirişip ögülmən. Assalamu alaikum, sevimli kızım Merziye. Sizden nutkunuzu anlap, videonuzu görüp, intayın təsirlendim. Sizden bir-birden güzel, şundak ehmiyetli kişi arzuyunuz bayken, birsiga ciddi qutquzuş doktor buluş, yani birsiga doktorluk qıptırıp, bir taraftan balalar için hikayelerini yazış. Ne kadar güzel arzular bu. Bulupmu sizinki bu arzularınızı anıtılığınızda şundak düşünüşlük, erken ifade qıp bəgərliyinizin bək söyündüm. Kiyimleriniz bək yarışıptı. Gelecekte bu arzularınızga yetişinizni ümit qılıman kızım. Merziye isimlik bir ciddi qutquzuş doktorununki balalar için yazgan kitaplarını oquşni taqazalıq bilen kütümen. Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar. Ben Akam Toğusu'da sizle birimen. Ben Bursa Mesture 7 yaşta. Akam Bursa Bahadır 13 yaşta. Akam ağrıyak mağamaydı. Sulan içemiydi ama ben sulan hiç kızıp koyamam. Akam bestesi çıkan çağlarısı böyle oynat kalkıyordu ama akam izin vermedi çünkü çık yatmışsın der. Benim bir arzuyum var. Doktor bulup akamını sakıtkan var. Yani bir arzuyum var. Saçı bulup vatanımla kutquzluğum var. Çünkü babamıma sanırımda pek sığınandım. Benim bir arzuyum var yana. Ustaz bulur. Burun ustaz boğum yok da hem de boğum var. Çünkü bu yadki ustazım pek yaşken. Va kurmay diken, resimlerini sızgızı diken, yaxusal bulup kir dikenmez. Yaxusal bulup kir dikenmez. Ben akım yaz görmem, ablamını dadamını, üzerine de göz görmem. Biz Türkçesi. Akım olmak, yumuşakları, mincik, bu vaktek. Rahmet annemlara kılaktım, görüşürüz, hoş. Mesture, siz nutqni özünüzge xoyum yaraşqan omaq salamlar bilan bək çiraylıq başladınız. Kiyim keçkiniz, dopunuz özünüzge bək yarışıptı. Onundan başqa siz nutqni ekran aldığında özünüzni erken qoyub etib,
Canlıq bədən tiliniz bilan, omaq çıray ifadəniz bilan birləşdirib durub, nəhayət ravan, düşünüşlük sözləb berdiniz. Sizin nutqunuzun məzmunundan biz sizlərinin bəxtlik tolğan, mehr-muhabbətlik ailələrini görgəndək bolduq. Sizin akınız, sizdək aqıllıq, kuyumçan sağlısı boğanlıq üçün çox bəxtlik. Sizin arzularınız güzel bopluq qalmayını biz anlıqçılarını bək təsirləndirdi. Mən şu güzel arzu armanlarınızdan sizin dostlarınızga, biz çoğunlarga ilham buluşunu ümit qılmən. Şundaqla mehr-muhabbətlik tolğan bəxtlik ailenizdə sağlam, bəxtiyar çoğun buluşunuzni, arzu armanlarınızga bir-birləb yetişinizni çin qalbimdən ümit qılmən. Sizge amət yer bolsun. Ana til. Assalamu alaikum küçük dostlar. Ben Finlandiya'dan Mərfinə Mərdan. Bugün mən ana tilimiz toğruluq sözləyim. Mən ana tilimə bək amraq. Mən ana til tor məktevidəki 2 yıl jarayonida bək çox narsaları öyrəndim. Mənim ana til sinifimdə bək çox dostlarım var. Biz ara ana tilimizdə sözləşələyimiz. Müəllim sorğan suallara cavab verələyimiz. Gerçi oxşuğan dövlətlərdə yaşasaq bu, bir həftədə bir qıtıb görüşələyimiz. Bizdə görüşdürgən elə şu ana tilimiz. Mən ana tilimə bək amraq, çünki ana tilim bək güzel. Mən ana tilimdə naxş etdi və şeir oxuşdu, bək bu yaxşı görəyəm. Mən çoğun bulanda ana til oxutucusu buluşdu arzu qılmən. Qaçan mı çoğun bular mən? Çoğun bulsam, ciyik ballarga ana til ügetsem qandaq yaxşı bulat deyə. Dadam apamның deyişçə hazır vətəndə bizdən kiçik ballar ana tilimizi bilməydiken. Əgər biz bu ana tilimizi ügəbilsək, ana tilimiz yoxab gedədiken. Şuna bütün dünyadaki Uyghur dostlar ana tilimizi yaxşı ügünüb, ana tilimizdə sözləşəli. Bulandı. Mən aldı bilən Mahirimiz Mərfinənin ana til haqidagi bu güzel nutqini biz bilan ortaqlaşqanlıq üçün onunğa köpdən köp rəhmət deyirəm. Nutqida Mərfinə ümumi cəhətdən toxtalğan, özünü bisivagan asasda külümsirəb turub, ravan Uyg'urchasi bilan ana tilga bo'lgan his tuyg'ularini tabiiy, aniq va hissiyotli izhor qilib berdi. Hammamiz ko'rgandek Mərfinə aldı bilan bütün mahirlarga o'xshash musobaqa uchun to'liq atrofli tayyorlik qilibdi. Onun ranglik, chiroyli atlas ko'ynagi, do'ppisi va orqadagi ko'rinishlarmi so'zlamoqchi bo'lgan mazmunga uyg'un, o'z milliy xosligimizni namoyon qilgan asosda qo'yma yarishimliq bo'libdi deb o'yladim. Mərfinə yana ana til sinfida o'qish jarayonida ana til seviyesini neticelik bir şekilde tərəqqi qıldırğanlığını, dünyadaki farklı dövlətdə yaşayotgan nurgun Uyghur dostları bilan tanışış fürsətinin bo'lganligini bo'lsa, nəhayət hayajan bilgide təbii və ravan bayan qılıb berdi. Mən Mərfinənin Uyghur ana tilimizdə özünü ifadələş iqtidarının tolum yaxşı ekanligini görüb, onunğa apirin oxudum. Maqaləsində yine Mərfinə çoğ bo'lganda milletimizin kelgusi farzandlari üçün ana til o'qituvchisi bo'lish arzusining borligini ifoda qilibdi. Bu meni haqiqatan hayajonlantirdi va ta'sirlantirdi. Uning o'ziga ishongan salmoqligi va nutqida izhor qilgandek ana tilimizga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatining turtkisida kelgusida nihoyat ilg'or bir ana til o'qituvchisi bo'lib yetishib chiqa oladiganligiga bo'lsa ishonchim komil. Leksiyaning oxirida Mərfinənin vatanimizda o'zbek umoq bolalarning uyg'urcha o'rganish imkoniyatining bo'lmayotganligini o'tirib qo'yishimi nihoyat ahamiyatli bo'libdi. Afsuski hozir vatanimizda nurg'unlagan umid g'unchilari, sabiy bolalarimizning ona tilini o'rganish jihatda haqiqatan sizlardek yaxshi imkonlari yo'q. Shunga men Mərfinəga aytmoqchi, siz va sizdek ona tilini o'rganish imkoniyati bor bo'lgan va bu yo'lda havas bilan ilgarilayotgan ana til sinfidagi saboqdoshlaringiz va do'stlaringizning bu imkoniyatidan yaxshi foydalanib, ana tilini o'rganishning qadr-qimmatiga yetib, ana tilini voyaga yetkazib o'rganib chiqishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Oxirida Mərfinənin nutqining oxiridagi ana til o'rganish yo'lidagi bütün kichik do'stlarga bo'lgan xitobi nihoyat yaxshi bir oxirlashtirish bo'libdi deb o'ylayman.
Mən bu Mərfinənin çağırqıға avaz qoşub, bütün o maqballarımızın dünyanın qaysı yerdə bolsun, Uyğur ana tilimizdə ravan aloqa qurub, dostluqның bolsa gündən günə kichiyib berishiga tilakdoshman. Assalomu alaykum, mening ismim Zubayr. Men Yevsida yashayman. Bugun sizlarga futbol haqida so'zlab bermoqchi. Men futbolni bek yosh ko'raman va bo'sh vaqt topsam futbol o'ynayman. Futbol bizning salomatligimizga bek foydali bir o'yin bo'lib, u bizga hamkorlikni naqadar yo'qini o'rgatadi. Shundaqla bizning zehnimizni yechib, tan sapoyimizni o'stirib, sinimizni salomat qildi. Biz Uyg'urlar futbolni tumi yosh ko'ramiz, shundaqla yosh o'ynaymiz. Dadamdan shuncha buam Mahmud Qashqarman, turkiy tillar divani degan asrda izcha futbolni biz turklar, ya'ni Uyg'urlar ajab qilgan ekan. Kichik do'stlar, yaqin oyoqlashgan Yevropa loqsin tashib futbol misolini ko'rdinglarmi? Ispaniya komandasi Angliyani 1-ga qarshi 2 natija bilan yengib chempion bo'ldi. Kichik do'stlar, futbol yurtida nom olgan kuchli Angliyani biz nomi 1-ga qarshi 2 natija bilan yengganligimizni bilamdinglar. Taxminan 100 yil burun Altun Shiksoqda qurilgan Uyg'ur futbol komandasi Shimsir futbol komandasini 0-ga qarshi 7 natija bilan, yine Angliya komandasini 1-ga qarshi 2 natija bilan yengib chempion bo'ldi. Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lgan vaqtda bizmi cho'qin dunyo loqisini qo'lga keltiramiz. Shuning uchun biz davomli tirishib mashq qilishimiz va vatanimizning tizim mustaqil bo'lishi uchun g'ayrat qilishimiz lozim. Bularni do'stlar, rahmat. Assalomu alaykum, kichik futbolchi o'g'lim Zubayr. Sizning videongizni to'liq qiziqish ichida ko'rdim. Bo'libmi sizningki Yevropa loqisini talashish futbol musobaqasi bilan 100 yil burun vatanimiz Sharq Turkistonda atışda o'tkazilgan futbol musobaqasini silishtirgan vaqtingizda pek hayajonlandim. Sizning intonasiyalaringiz, talaffuzingiz shundoq joyida, to'g'ri, bularni meni pek suyundirdi. Undan boshqa siz futbol o'ynashning ahamiyatini nihoyatda atrofliq, meg'izliq, to'g'ri tushuntirib berdingiz. Sizning kiygan kiyimlaringiz, qaltığınızı qıstirib algan kichkina futbol bu videongizga husn qo'shibdi. Sizningki yaramliq bir futbolchi bo'lib, cho'ng klublarda, cho'ng shunday xalqaro futbol musobaqalarida futbollarni o'ynay oladigan bir yaramliq futbolchi bo'lib chiqishingizni umid qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli baholovchi ustozlar, suyimli do'stlar, yaxshimisizlar? Men aldığım qitimqi nutqumda balalıqımızı israf qilmayli degan temada nutq so'zlagan edim. Shuningdek biz balalar uchun to'liq zo'r va jiddiy bo'lgan yana bir cho'ng masala meni o'ylantirdi. O bo'lsa chet elda cho'ng bo'layotgan balalarning ana til sevgisining yetersizligi. Men aldığım qitimqi nutqumda ta'kidlab o'tgandek, balalıqımızı qadrlash albatta muhim. Şunun bilan birga azvatimizda yiroq joylarda musofir bo'lib yashayotgan biz Uyg'ur ballari ana tilimizning yaxshi yönib bo'lib musab Uyg'ur tilini so'zlashga alohida ahamiyat berishni ta'kidlayman. Chunki sirtqiy yo'nalishga Uyg'ur ballar o'z tilimizning ma'rifiy qo'yida muntazam tarbiyalashdan mahrum qoldik. Ya'ni bizning o'qish musofimiz o'zimiz turishlik davlatda yot millat yot madaniyat ishlay boshlandi. Biz universal darslarimizni ana tilimizda emas, chet el tilida o'rganishga majbur bo'lib qoldik. Ammo bu holat bizning ana til o'rganishimizga sap Uyg'ur tilini so'zlaydigan suyimli Uyg'ur prezidenti bo'lishimizga bahona bo'lsa hargiz bo'lmaydi. Biz qaysi davlatda yashayotgan bo'laylik, go'zal ana tilimizni yaxshi o'rganib, chiroyli Uyg'urcha so'zlaydigan tili va dili birdek Uyg'ur bola bo'laylik. Go'zal tilimizni chet el tili bilan aralashtirib so'zlamaylik. Aziz vatanimizga, qimmatli millatimizga yuz kelarligidek Uyg'ur bola bo'laylik. Eng sap Uyg'ur tilida so'zlaydigan haqiqiy Uyg'ur prezidenti bo'lish uchun tirishaylik. Hammalarga ko'p rahmat. Musa, nutqni boshlash shaklingiz va uslubingiz pek o'lchamli chiqibdi. Undan boshqa ekran oldidagi turish shaklingiz,
chiroy ifodangiz, badan harakatingiz biz ko'rurmanlarga boshqacha bir rohat tuyg'usi berdi. Söz cümlelerini ait yaxshi, to'g'ri, ravon talaffuz qildingiz. Undan boshqa ovozingiz bak yangraq. Siz mush yangraq ovozingiz bilan ham o'zingizning yeshidan halqagan salmoqlik bilan bugungi kunimizdagi eng muhim masalalarning biri bo'lgan bolalarning ona tili o'rganish masalasini pek yaxshi o'tirib qo'ydingiz. Men bir anglag'uchi bo'lish sifatim bilan nutqingizning mazmunidan bek ta'sirlandim. Shundaqla bir ona tili o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan sizdek izbosarlar bo'lsalar, ona tilimizni saqlab qolishning tamoman mumkin bo'lganligiga yana bir qatam ishondim. Men sizni kelgusida nihoyat qaltis sahnalarda ko'rishni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin, davomli tirishing. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, sevimli do'stlar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Sayra. 8 yoshga kirdim. Boshqalar bilan yangi tanishishimda doim "Sen kim? Qayerda?" deb so'raydi. Men ismim Suhayba, o'zim Uyg'ur desam, ular bilmaydi. Shuning bilan ularga Uyg'urni tanishtirishni boshlayman. Sizlarchi Uyg'urning kimligini bilamsizlar? Bugun shu fursatda sizlarga qisqachalar deb beray. Uyg'urlarning vatani go'zal Uyg'uriston. Uyg'urlar o'zining tili, yezigi, tamoqlari, kiyim-kechaklari, naqsha usullari, davlat shaxslari, baturlari bo'lgan qaltis millat. Uyg'urlarning tarixda Urxun Uyg'ur davlati, İdqut davlati, Qarxanina davlati, Saidiya xonligi bo'lgan. Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajibdek dunyoviy mashhurlari bo'lgan. Uyg'urlarning tamoqlari bek lazzatli, dasturxonlari ajoyib mo'l. To'g'risidan boshqa hammasi topildi. Uyg'urlarning 12 maqomi bor, usullari bek chiroyli. Apamning deyishicha, bo'dik bir kishi Uyg'ur usulining doim o'ynasa oson aniqlaydi ekan. Chunki Uyg'ur usulida bosh, ko'z, qo'l, put ish qilib butun badan harakat qildi. Men bu bek chiroyli Uyg'urcha usul o'ynayman-jimi? Uyg'urlarning kiyimlari xuddi Melika shahzodlardek ajoyib chiroyli. Tajlari, do'ppilari voy balbul qilib ko'zingizni qamashtirdi. Ve andın atlas ve kanvay kiyimimiz bek chiroyli. İş qilib Uyg'urlar nihoyat tirishchan ve qaltis bir millat. Rahmat. Mahirimiz Suhayba Bilge. Suhayba'nın familiyasi Bilge sözünün ma'nosi bilimlik, o'qimishli bo'lib, qadimiy o'zimizga xos bo'lgan milliycha Uyg'urcha ismlarimizdan biri. Suhayba nutqida familiyasiga uyg'un bo'lgan asosda nihoyat muhim bir savaq haqida, ya'ni milliy kimligimiz va o'zligimiz haqidagi temani biz bilan o'rtoqlashishni tanlabdi. Suhaybaning nutqida anglag'uchilarning temaga boshlab kirishi nihoyat yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. Chunki u chet elda yashayotgan Uyg'urlar hammamiz o'rtaq uchraydigan "Sen kim?" degan savolni bizdan qaytadan so'rash orqali bizni bu haqda tekrar o'ylanishga va qiziqishga yetakladi. Men nutqni anglash jarayonida Suhaybaning keng doirlik qiziqadigan, izlanadigan, to'lima aqlliq va ziyrak bir Uyg'ur qiz ekanligini his qildim. Chunki u qisqagan nutqida Uyg'ur tarixiy davlatlari, mashhur shaxslari, tamoq va san'at madaniyati degandek bizni biz qiladigan muhim mazmunlarni aniq va meg'izli xulosalab chiqdi. Bu mahirimizning nihoyat zo'r bir muvaffaqiyati deb o'ylayman. Mening diqqatimni tortgan va xursand qilgan yana bir nuqta bo'lsa, Suhaybaning Uyg'ur dasturxonida to'q ustidan boshqa hamma narsa tepiladi deyish orqali bu Uyg'urcha idiomni jumlasida ustulik bilan ishlatib, Uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyatiga naqadar madaniyatning naqadar boy ekanligini obrazli bir shaklda ifoda qilishi bo'ldi. Hammamiz bildigandek maqol tamsil va idiomlar Uyg'ur ana tilimizdagi nihoyat muhim bir xazina va boyligimiz. Biz maqol tamsil va idiomlarni yaxshi ishlatish orqali madaniyatimizni va tariximizni texnik yaxshi toniy olamiz. Tilimizni texnik obrazli va qoyil qilarlik shaklda ishlata olamiz. Shunga bu nuqtada men Suhaybani tabriklayman. Texnik ko'p maqol tamsil va idiom o'rganib, uni o'z jumlalarida ustulik bilan ishlatish orqali anglag'uchilarni davomli hayron qoldirishini chin qalbimdan tilayman. Nutqning oxirida Suhayba yana bizning bebaho madaniyat merosimiz bo'lgan Uyg'ur 12 muqomi
va Uyg'ur usul san'ati, kiyim-kechak madaniyatimiz haqida to'xtaldi. Va bular haqida to'xtalganda Uyg'urlikqa bo'lgan faxrlanishi, hayajonini salmoq va izchillik bilan misol keltirib turib ifoda qildi. Uning turishi erkin, harakat va yuz ifodasi so'zlagan mazmuniga nihoyat uyg'un bo'ldi. Uyg'ur usuli haqidagi samimiy, ma'sum va tetik bayonlari bo'lsa, hammamizning ko'nglimizga huzur bag'ishladi. Suhaybaning kimligimiz haqidagi izdishining texmi cho'ng qurilishiga tilakdoshlik bildiraman. Nutq orqali biz anglovchilarni bu muhim hukm haqida, muhim tema haqida qaytadan o'ylanish va o'xshash vaqtda iftixor va huzur tuyg'usiga cho'mdirganligi uchun ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Muhsin. Men bugun sizlarga o'yin o'ynash temsilidagi nutqni so'zlab beraman. Men o'yinga amrahman, futbol o'ynashni, shaxmat o'ynashni, Lego o'ynashni va robot o'ynashni yaxshi ko'raman. O'yinlarning ziyonlari bor, foydalari bor. Masalan, futbol o'ynasak badan chiniqtiramiz va sog'lom bo'lamiz. Shaxmat o'ynasak aql ishlatamiz. Lego o'ynasak xayolimizdagi jiq narsalarni yasay olamiz. Do'stimiz bilan o'ynasak xushal bo'lamiz, do'stligimiz kuchaydi. Lekin o'yinlarning ziyonlari bor. Telefonni jiq o'ynasak ko'zimizga va miyamizga ziyonli. O'yinni jiq o'ynasak vaqtimiz isrof bo'ldi. O'rganish qilish, kitob o'qish va uydagilar bilan vaqt o'tkazishimizga ta'sir etadi. Amsa qanday qilamiz? Menimcha o'yinni butunlay tashlatmay normal o'ynashimiz kerak. Telefon o'ynaganda aqliy o'yinlarni o'ynashimiz kerak va foydali filmlarni ko'rishimiz kerak. Eng muhimi o'rganishimizga ta'sir yetkazmasligimiz kerak. Do'stlar, sizlar o'yinga amrahmi? Assalomu alaykum Muhsin. Sizning nutqingiz, videolarınız bana balaligimni eslatdi. Balalık o'yinsiz bo'lmas. Nutqingizda o'zingiz yaxshi ko'rgan o'yinlarni tilg'ib etibsiz. Bu o'yinlarniki foydali taraflari, shundaqla ziyonli taraflarini nihoyat atrofli, konkret o'tirg'a qo'yibsiz. Endi sizning talabbuzingiz, intonatsiyalaringiz shunchalik to'g'ri joyida bo'ldi. Bunaqa intayin sevindim. Bu videolarni ko'rgan, nutqingizni anglagan kichik do'stlarning, ota-onalarning cho'qim sizni qo'llaydiganligiga ishonaman. Assalomu alaykum, hurmatli baholovchi ustozlar, sevimli do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Nafisa Ali. Bu 8 yoshga kirdim. Turkiyada turaman. Bu qatimlik musobaqaga planli yashash temsilidagi maqolamni elib keldim. Yoqtirib anglag'aysizlar. Planli yashash. Men bu yil 1-yillikni tugatdim. Maktabga kirishdan burun opamning o'rgatishi bilan uyg'urcha savodimni, Qur'on savodimni chiqarib oldim. Biroq hajilab bek asta ovqatga zerikib qoldim. Ba'zida hech o'qim kelmaydi. Shundaq tasda chiqqan savodimni unutib qolmasligim uchun opam meni planli bolalar gruppasiga qatnashtirdi. Shundaq qilib her kuni 3 bet uyg'urcha o'qish, yarim bet uyg'urcha yozish, 3 bet Qur'on o'qish, kiyimlarimni o'zim ratash degandek ishlarni vazifa qilib berdi. Dastlabda bu ishlarni bek ko'p bo'lib ketgandek his qildim. Lekin vaqt uzargan seri ko'rib bu qoldim. Hatto oylik va fasllik bandi cho'lpon bo'ldim. Hozir uyg'urchani ravon o'qiy olmayman, qiynalmay yoza olmayman. Qur'on o'qishdan qiynalmayman. Maktabdagi darslarda va Uyg'ur Antiltor maktabidagi darslarda sinfimning oldida naqib ketaman. O'qituvchim bu meni bek yaxshi ko'rdi. Aslida hamma ishni plan bo'yicha qilsa, texnik tez qilg'ili bo'lmaydi va yaxshi natijalarga erishgili bo'lmaydi. O'yin o'ynaydigan vaqtim ko'p bo'ldi ekan. Siz bu planli yashashni sinab toping. O'zingiz bu oilam qanday natijalarni ko'rsiz. Rahmat. Nafisa, nutqni nihoyat ravon, tushunishli so'zlab berdingiz. Ekran oldidagi turish qiyofatingiz, kiyim-kechaklaringiz bak o'lchamli chiqibdi. Mening nutqda bak diqqatim tortgan bir nuqta, tilingizning ravonligidan boshqa yana nutqdagi temangiz, ya'ni planli yashash. Bu planli yashash biz cho'nglarmi odatda qilolmaydigan yoki boshlasak bu davomlashtirolmaydigan qiyin ishlarning biri. Siz dal shu ishni davomlashtirib, nihoyat yaxshi natijalarga erishibsiz.
Bu erişken nəticələrinizə mən həqiqətən bək qayıl buldum. Biz çoğlarının sizlər ballardan öyrəndiğin bək çıx nəslərimiz var. Siz bugünkü nutq arqılı bizə, çoğlarga, şundaqla özünüzün dostlarına planlıq yaşaş arqılıq qandaq işlərini qəbul bulduğanlığını əməli hərəkətiniz arqılıq, əməli nəticəniz arqılıq bək yaxşı düşünüşlük sözləb berdiniz. Bundan keyin muş planlıq yaşaş proqramısı arqılıq texnik köp nəticələrə erişişinizni ümid qılman. Sizə xoşallıq, omad yer bolsun, texnik tirişin. Assalamualaikum, hürmetli ustazlar ve umak adaşlar. Ben sizlerge hazır musabaka üçün tayyorlagan eserimni sunuman. Kaşkanni kalbimge sizimen. Ben güzel makam Kaşkanni bek yaxşı görmen. Çünkü Kaşgar anamla kimlik kını çekilgen mehirlik bir diyar. Kaşgar vatanım Şarkı Türkistan'ın en güzel şehirlerden biri. Kaşgar, vatanım Şarkı Türkistan'ın garbi canubağa yerleşken ana vatanım. Ben Mısır'da doğulan doğuşka Kaşgar'a hiç bir bakmadım. Ama kitaplardan, münasebetlik materyallardan, en mühimi anamla tilden çekilgen güzel esnemelerden tutundum. Anam bizge güzel esnemelerini sözlep bir atkanda, çünkü sıyırmış ve sürgü işçide sözlep durduğu ki, Kaşgar hakkında her bir cümle kalbimge oynak tutudu. Kaşgar, vatanım Şarkı Türkistan'ın ilim marifet ve milli medeniyet merkezi için Uygur milli medeniyetinin en yakın namayenisi Kaşgar'da tipildikken. Ben bir Uygur kızımın, Uygurluğumni ana topraklarımda yaşashni ve mu arzu kılımın. Hazır uça Kaşgar'ga hiç bir bakmadım. Mening Kaşgar'ın saf havasıdan çünkü bir nefeslendim. Ve mumlarımın bağrığa üzerine itip ularına mihrice kanıvam çıldı. Ben bu arzularımı her günü koşup Kaşgar'ını kalbimge sizimen. Ben tirişip okup hamını bir günü Kaşgar'ga barman. Necibe öz nutqida gerçi öz berib baxmagan bolsunmu, anasının özüge eytip bergen eslemeler arqılıq bilgen ve tonugan, şundaqla mehr muhabbeti çoңqurlaşqan ana yurti Qashqar haqidagi hissiyat ve düşüncelerini biz bilan ortaqlashishni tanlaptı. Bu tolumu özgüce ve ta'sirlik deb o'yladim. Nutqni anglash jarayonida mening xiyol kaptarlarim vatanga qarab uchib ketdi. Necibe vatanimizdagi azizan diyar Qashqarga bo'lgan sap, samimiy tuyg'ularni vatandagi buva, mo'minlarga bo'lgan seg'inish va hasratlarni ifoda qilish bilan qolmasdan nemishqa bu hissiyatga kelganligini nihoyat ravon va mantiqli shaklda bayon qilib o'tdi. Necibe'ning musobaqa jarayonida turishi nihoyat salmoq, nutq ravon, talaffuz aniq bo'lgan. Onun Uyghur qiz bo'lish sifati bilan Uyg'urligini ana yurt tuproqlarida yashash orzusini o'tirib qo'yish bo'lsa, to'liq mardona va taqdirlashga tegishli deb o'ylayman. Eng muhimi, kichik yoshda turib hozirgacha farqli necha davlatda yashagan bo'lsa-mu, Uyg'urligini shunday chiroyli yashab va tilini qadrlab ravon o'rganganligini ko'rib, uningga haqiqatan muofirin aytqim keldi va bek suyundim. Necibe'nin vatanga bo'lgan seg'inish va mehr muhabbatdan kuch ilib, vatanimiz va ana yurtimiz haqidagi tushunchalarni texmo cho'nqurlashtirishini chin qalbimdan umid qilaman. Chunki men Necibe'da adabiy yoziqchilik iqtidori va hissiyat mo'lligini his qildim. Chunki uning bayoni, leksiyasi to'liq hissiyatga to'lgan va adabiy. Shunlashqa men Necibe'nin ana tilini texim yaxshi o'rganib, özünün bu xil çoğunqur hissiyatı ve fikirlerini önümlük halda obrazlık ve güzel edebi eserlerde oturup koyuşuğa ve notuklar arqılı biz bilen davamlıq ortaqlaşığa çin qalbimden tilektaşman. Biz mektepte okuymiz, ana tilimizni öğrenimiz. Yana onundan başka nurgun alahida talantlarımız var. Aramızda her xil sözlerin çalarlaydıqanlarımı var tıxı.
Qanyamsa Fransiyada Saida Subhina o'rinlashda skripka muzikasini huzurlayli. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, qadrli ustozlar, suyumli savoldoshlar. Men sizlarning huzuringizga Bulbullar degan muzikani taqdim qilmoqchiman. Yoqtirishlarini umid qilaman. Azroq cho'ng bo'lsak, biz cho'qim ana tilimizga usta bo'lib ketamiz. To'g'ri deysiz, biz ana tilimizda texmo uzun, texmo ma'nili asarlarni yoza oladigan bo'lamiz. Endi 9-10 yoshliklar gruppasidagi aka-xotinilarimiz bizga cho'ng bo'lgan sari texmo qaltis bo'lib ketadiganligimizni ko'rsatib qo'ydi. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Afifa Ali. Bu yil 9 yoshga kirdim. Turkiya Istanbulda turaman. Bu qatimliq men notiq Uyg'ur o'yinchilari nutq so'zlash musobaqasiga Lutun nomli kitobni o'qigandan keyingi o'ylaganlarimni kitob o'qish ta'siroti sifatida elib keldim. Men bu kitobni necha qatim o'qib chiqdim. Kitobda Bo'g'imiz Lutfullo Mutalibning tirishib o'qigan maktab hayoti so'zlangan bo'lib, uning o'qish uchun men bilan o'xshash yoshda ota-onasiz ayrilib yiroq joylarga berishi meni bekmi hayron qoldirdi. Darsga tirishchanligi va saboqdoshlarga bo'lgan yordamsevarligimni söyledim.
Tam doskısına sızgan her bir resimini oylap kilip kettim. Kitapta çıkan bazı oyunlara kızıkıp kaldım. Bu oyunlar kuara sokuşturuş, tutum çekiştiriş, oşuk oynaş. Bu oyunlarını kandak oynaydıqını atamdan sorsam aslında olar mı? Bu oyunlarını oynap çoğun bulup gitken. Onundan başka vatanımızın tağ deryaları, güzel manzaraları tasvirlengen kurlarını okunduğumda vatanımga bolan kızıqışım ve sığınışım hasılap açtı. Babamız Lütfullah Mutalib'nin şeirlerin bu benim yaş vonca gülüm eçilattı. Yaşlık ölgen dostumğa xatarlıqlarını okup çıktım ve şeirlerine pek güzel ikenlikini es kıldım. Onun şeirlerine heves kıldım. Onun tirişcanlıqdan, batırlıqdan pek söyündüm. Onun avladı bolğanlıqımda pəxirləndim. Ben bu babamız Lütfullah Mutalib'ni ülge kılıp batır ve tirişcan bolman. Ahırda hamılarga bu kitabını okup çıkışınlarını tavsiye kılman. Çoxun yaqtırıp kalsılar. Yaqtırıp anğınlarga rahmet. Assalamu alaykum kitap suyar kızım Afife. Sizin nutqungizni nayda qiziqib angladim. Siz özünüz okugan Lotton degan kitaptan, yani şairimiz Lutfullah Mutalibning bolalığı tasvirlangan, yazılgan Lotton degan kitapni o'qigandan keyingi taassurotingizni nutq qilib bizga sunibsiz. Nutqingizmi shundaqa intonasiyalaringiz, talaffuzlaringiz joyida chiroyli undan chiqibdi. Kitap o'qigandan keyin taassurot yozish bu bir yaxshi bir odat, o'rganish odati. Bu bizning tilimizni, bilimimizni mo'llashtirdi. Yozuvchilik qobiliyatimizni o'stirdi. Bu odatingizni tashlab o'tmay, izchil davomlashtirishingizni umid qilaman. Ondan sizningki kiygan kiyimlaringiz, qo'lingizda tutib olgan Lotton degan kitob sizning nutqingizga o'zgacha bir yo'sin qo'shibdi. Davomlashtirishing qizim. Hamid bilan Oynaq. Mening bir mushugim bor, uning ismi Oynaq. Men mushugimni bak yaxshi ko'raman. Men Oynaq bilan har kuni o'ynayman. Oynaq jip bilan o'ynashni bak yaxshi ko'radi. Oynaqning tiki qora, oq va kulrang aralash. Oynaqqa kunda 2 vaqt tamoq beraman. Oynaq men tug'ilgandan burun uyga kelibdi. Oynaq sansoq va qo'rqinma yeydi. Akam maktabdan uyga kelsa, Oynaq akamning yonida yotadi. Ba'zilarida Oynaq mening yonimda yotadi. Lekin ko'p qismda pastda bir ko'k rangli yostiqda yotadi. Oynaq degan bir kishi mushuk. Oynaq 12 yosh. Oynaq menga bak omaq ko'rinadi. Mening bir chashqinim bor, uning ismi Hamid. Men chashqinimni bak yaxshi ko'raman. Hamid bir tayoq hajlab turmasa, altidagi 2 kishi bak uzrab ketadi. Oynaqdak Hamidning tiki qora, oq va kulrang aralash. Hamid mehizlarni yeydi. Hamid guruchmi yeydi. Lekin Hamid ba'zi narsalarni yesa, o'lib qoldi. Hamid 8 dan 10 santimetrgacha o'sadi ekan. Hamidning qo'li va puti bak kichik. Hamid bir qafasda yashaydi. Hamidning qafasi yeshil, kumush va ko'k aralash. Hamidni menga akam apadi. Hamidni ilishdan burun men va apam Oynaq Hamidni yeyitamu deb ansirab ketdik. Lekin Hamidni uyga kelsak, Oynaq Hamidni yaxshi ko'rdi. Hamid Oynaqdek bak jiq uxlaydi. Hamid Oynaqdek kechda jiq o'ynaydi. Uydagilar Hamid va Oynaqni bak yaxshi ko'radi. Ular mening eng yaqin hayvon do'stlarim. Anisa, chiroy ifodingiz, badan harakatingiz nutqingizning mazmuniga intayin moslashibdi. Siz yana nutqda boshdan oyoq so'zlarni aytib, to'g'ri, jonliq ifodalashga, urg'u intonatsiyalarni dal joyiga tushirishga bak diqqat qildingiz. Undan boshqa hissiyotni bak yaxshi, bak jonliq ifodalab berdingiz. Biz sizning nutqingizning mazmunidan, sizning
tabiatni, hayvonlarni yaxshi ko'radigan isl fazilatingizni bilib oldik. Shundaqla nutqingiz orqali ba'zi bir tabiat bilimlariga ega bo'ldik. Nutqning mazmunidan qaraganda siz tabiatni, hayvonlarni kuzatishga bak usta ekansiz. Men sizning o'zingizda bor bo'lgan shu barliq alayliklarni joriy qildirib, bundan keyingi o'rganishlaringizda texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni chin qalbimdan umid qilaman, texmi g'ayrat qiling. Sizga omad yer bo'lsin. Assalomu alaykum, suyimli muallimlar va bolalar. Mening ismim Fatima Mahmud. Men bu yil 9 yoshga kiraman. Men Saudiya Arabistonining Madina shahrida yashayman. Mening bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan maqolam mening orzu va qiziqishlarim. Opam men kichkina bo'lsam bekcha kitob o'qib beradi. Shunga men kitob o'qishga bo'lib muxatarlik sarguzashtlar voqealar qilingan kitoblarga amroq bo'lib cho'ng bo'ldim. Va bir yozuvchi bo'lib menda kitob o'qishga amroq bolalarga kitob yozgim keldi. Hamda tirishib Toshqanchaqning hikoyasini yozdim. Men 6 yoshga kirgandan boshlab Qur'on yodlashga rasmiy kirishib, ta hozirgacha davomlashtiryapman. Bu jarayonda men yodlagan suralarimning ma'nosini bilgim, Qur'onni xuddi Uyg'urcha kitoblarni o'qib tushungandek tushungim keldi. Shunga men Qur'onni oxirigacha yodlab, arab tilini o'rganib, ko'plab hadis yodlab, bir diniy olim bo'lib, shu vatanimizdagi islomni bilmagan bolalarga güzel dinimizni o'rgatishga bel bog'ladim. Men yana darsdan sirtqi chog'larda rasm kursiga qatnashib, muallim bilan birga turli rasmlarni chizdim. Va kelgusida donliq rassom bo'lib, payg'ambarimizning go'zal masjidining rasmini chizib, dunyoga tanishtirishga bel bog'ladim. Men bu yil yozliq ta'tillik sun'iy aql timisidagi University To'y maktabida kod yozish, Scratch'da o'yin loyihalashni o'rgandim. Bu jarayonda men o'yin loyihalashga qiziqib qoldim. Hamda ukamga aeroplan, mashina qatorliq o'yinlarni yasab berish uchun darslarning kuchini yetishda eng yaxshi shaklda o'rganyapman. Shunda bolalikda orzular ko'p degandek, mening bu orzu va qiziqishim bekli ko'p. Biroq men ishonamanki, men bel qo'yib tirishsamla hamon bir kuni bu orzularimga yetalayman. Hammalarga rahmat. Mahirimiz Fatimaning ekran oldidagi tetik, o'ziga ishongan turqini taqdirlashga tegishli deb o'ylayman. Chunki nutq so'zlashda badan tili nihoyat muhim. Buning uchun nutq so'zlaganda erkin ozoda bo'lish bilan birga qo'l, badan harakati, yuz ifodalarini mazmunga uyg'un bo'lgan shaklda tabiiy qo'llanishni bilish kerak. Menimcha buni Fatima nihoyat yaxshi ijro qildi. Mazmun jihatdan Fatima o'z orzu qiziqishlarini dadillik bilan nihoyat yaxshi bayon qilib o'tdi. O'zi yaxshi ko'rgan, o'ziga ta'sir qilgan nuqtalarni yaxshi bayqab, bular haqida xiyolni erkin qo'yib o'tish orqali orzularga yetishning birinchi qadamini muvaffaqiyatli besibdi deb o'yladim. Chunki biz har qanday bir ish qilish uchun oldi bilan shu to'g'riliq o'ylaymiz, xiyol surimiz, ondan kallamizdagi planga asosan harakatga o'tishga boshlaymiz. Fatima o'ziga ta'sir qilgan nuqtalarni o'zi bilgandan keyin orzu va qiziqishlari haqida cho'nqirinib o'ylanibdi va bularni biz bilan ravon, tushunishlik, ana tilida jaranglik bir shaklda o'rtoqlashdi. Fatimaning orzu qiziqishlari to'liq rangli bo'lib, uning yozuvchi bo'lish, Qur'onni o'z ana tilida o'qib tushunadigan saviyada diniy olim bo'lish, undan keyin diniy va milliy qadr-qimmatlarini rasmlarda sizib dunyoga tanıta oladigan saviyadagi danglik rassom bo'lish degandek orzulari haqiqatan mening qalbimni lol qildi. U hatto orzu qilish bilan to'xtab qolmay, harakatga o'tib, kitob o'qishga va yoziqchilikqa bo'lgan qiziqishidan boshlab, shuning turtkisida Toshqanchaqning hikoyasini yozib chiqibdi. Buni anglab kichik yozuvchimiz Fatimadan haqiqatan to'liq faxrlandim. Ondan boshqa Fatima adabiyot san'at jihatlarida chekinib qolmay,
kod yezish, o'yin lohiylash degandek texniklik bilimlardimi voyaga yetishni orzu qilganligini aytdi. Bu xil birga mahir ko'p qodir bo'lish yo'li ilgarilayotgan ruhi bo'lsa, haqiqatan taqdirlashga arziydi deb o'ylayman. Bütün arzularda o'shunday harakatga o'tib, o'zi aytgandek qurbi yetgan eng yaxshi ajrni qilish orqali yaxshi natijalarni dodillik bilan o'tirib qo'yishni bo'lsa, chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum qadrdon ustozlar va do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Men sayohat qilishni bek yaxshi ko'raman. Hatto butun dunyoni aylanish orzum bor. Shunga fursat topsam, Natodan o'tirib azanga sayohat planini tuzaman. Buning bilgan do'stlarim mendan dunyodagi eng go'zal yer qayer deb so'rashdim. Qarsam yana dunyodagi eng go'zal yer mening vatanimdek tuyuldi. Çünkü tağdamsız, bağdamsız, çöldamsız, bahar, yaz, kış, közdamsız, hazır qadamsız, qadimki damsız, ish qilib hammasini bildim. Men doim xayolimda vatanga boraman, avval Urumchiga boraman, urug' tuqqanlar bilan ko'rishaman, cho'ng bozorda lazzatli uyg'urcha tamoqlarni yeyman, bug'doy cho'qsig'a chiqib, tantiqning go'zalligidan huzurlanaman, turpanga borib, karidan suv ichaman. Boyliqda jiq resimga tushaman, yolqin tog'da qumol ko'milaman. Qumulga borib 12 tane qumul Albasti shahrini ko'raman. Ko'lga borib Kiroran go'zallik bilan Kiroran xarobasini ziyorat qilaman. Kuchaga borib men uylarni ko'raman. Aqsuda Tarim daryosining bo'yida o'ltirib, to'roqlarning rasmini chizaman. Amdikalik dunyoning eng cho'ng bir haqiqatlarga avval hitgacha masjidda namoz o'qiyman. Mahmud Qashqari va Yusuf Xasqajib otashdagi sulta-sutuq bo'g'raqam maqbarlarini ziyorat qilaman. Xotanga borib, Yonog'ash daryosini qashtishi izlab boqaman. Yo'g'on qashtishi chiqsam millioner bo'lib ketandim tig'i. Andin hayvatli konsay ko'rigidan o'tib Qo'ljiga boraman. Narat yayloqlarda ot minaman. Ang Mo'min Sadir Palvon Rizvangul Ahmadjon Qasimlarga salom deyman. Albatta qaramay bortilar cho'chaklarni asla unutmayman. Altay tog'larda qor telmay bo'landi deysiz. Sizchi bu yerlar go'zalmikin? Assalomu alaykum, sayohatni yaxshi ko'radigan aqlli qizim Sumayya. Sizning nutqingizni nayta huzur ichida xushallik bilan qiziqib turib ko'rdim. Siz nutqingizda vatanimizdagi har qaysi yurtlarning, joylarning go'zalligini, aloyligini o'tirib qo'yibsiz. Siz shularni so'zlayotgan vaqtingizda men siz bilan birga vatanimizga har qaysi yurtlarni, hamma joylarni sayohat qilib chiqdim. To'liq huzurlandim. Siz vatanimizga har qaysi yurtlarning aloyliklarini, go'zalliklarini o'tirib qo'yish orqali o'zingizniki vatanga bo'lgan cheksiz seg'inishingizni, sevgingizni ifodalabsiz. Dunyoda eng go'zal yerning yanada vatan ekanligini yo'rtibsiz. Talaffuzlaringiz shunchalik o'lchamdek, bek chiroyli. Kiyimlaringiz, qiyofatingiz nutqingizga bek moslashgan qizim. Yanada tirishing. Assalomu alaykum. Meni ismim Bilgina Sirojnidan. Sizlarga 30 salom. Men degan sizlarga so'zlab bergan tem bo'lsa, dasturxondagi qoidalarni so'zlab berman. Sizlar maktabdan qaytadigan vaqtda qanday ishni ko'p o'ylaysizlar. Men eng ko'p o'ylaydigan ishim opam qanday tamoq aytgandi, men dasturxonda qanday narsa bordi deb ko'p o'ylayman. Lekin turibdan mening qisqimidashga ko'p ochilgandi deb ochiqimmo kelman. Yana ailemizning hammasi bilan jam bo'lib tamoq yeysak, men uchun cho'ng bayramdek bo'ldi. Yana opam tamoq yeydigan vaqtda boshqacha qut-qut boqardi. Qur'onni yodlanamo, bismillah deb tamoq yeyarlar. Yana chuqvan yormalar, tamoqni tanlamang, ag'chasini yumib yer deb qoidalarni deydi. Bir kuni opamga so'rab baqdim. Nima qoidalarni so'zlaysiz? Opam, siz amdi cho'ng bo'ldingiz. Yana o'chon bo'lsangiz, do'stlaringiz bilan tamoq yeydigan vaqtda mujiq bo'ldi.
Aşvalda çıraylığı yemək, maqaç qırıb, əmmiyağı çişib tamamını yeysəz, ədəbsiz boqqalısız. Lekin maqaç qınmay, ağıtsız yumub, çıraylıq paqız yeysəz, dostunuz bilgin o tamamını çıraylık yeydiken dep oylaydım. Yine sizi Uygur dep bir adam bursa, bilgin o Uygur milletler tamak yeydiken ve hatta çıraylık yemeydiken dep oylap kaldı. Lekin Uygur millet en çıraylık yeydiken millet bu ankin çıraylık yemeseniz bize yaşı bombaydı. Bandın biz kaydılarını cık değmez. Açık kaydılarını tutup kılıçsınız. Ama adam biri tamamını çıraylık yaydı. Yine kaydılarını tutup siz mi baranızı dep verirseniz, baranız mı kaydılarını bir vardı o makul mu? Sırar dostlar mı çıraylık tamamını yanlar. Bilginur, nutqni başlayışınız, ekran aldagi qiyofatingiz va kiyim-kechaklarınız bak o'lchamli chiqibdi. Onundan başqa, mening alayda diqqatim tatgan bir nuqta, siz nutqni nayt tushunishlik ravon so'zlash uchun boshdan oyoq bak g'ayrat qildingiz. Men sizning bu tirishchanligingizga opirini qo'yman. Nutqingizning mazmuni intayin esil. Ya'ni siz nutqda bugungi kunda biz unutilib ketayotgan dasturxondagi qoida usullarimizni nayt chiroyli o'zingizning turmushiga tatbiqlab turib, yaxshi bir esil mazmunda so'zlab berdingiz. Haqiqatan opangiz deganga o'xshash, biz oilamizda yoki vatanda yakka bir shaxs sifatida o'tirg'i chiqqan bilan chet ellarda sirtqa chiqqandan keyin biz o'zimizni bilib bilmay kiyim-kechaklarimiz, yurish-turishimiz, gap so'z, qoida usullarimiz shundaqla nurg'un amaliy harakatimiz orqali butun bir Uyg'ur millatiga vakillik qilib qolamiz. Buning uchun biz shundaq o'zimizda bor bo'lgan esil an'analarimizni, qoida usullarimizni davomli turmushimizga tatbiqlab turishimiz kerak ekan. Sizning shundaq tarbiya va ahamiyati cho'nqur yaxshi temani shu nutqqa olib kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Tirishchanligingizga opirin aytaman. G'ayrat qiling, sizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va suyumli do'stlar. Men Gollandiyadan Maryam Aldır. Bu yil 10 yoshga kirdim. Men odatda o'simliklarni va ularni kuzatishni bek yaxshi ko'raman. Tuvanda men sizlar bilan Qizil Alqon nomli gulni o'rtoqlashmoqchiman. Qizil Alqon gulining mingdan ortiq turi bor bo'lib, ko'p uchraydigan ismlari bo'lsa, Qizil Alqon, Anthurium flamingo guli, quyruq guli qatorliqlar. U asli Amerikada o'sadigan bo'lib, Meksikaning shimolidan Argentinaning shimoliy va Karib dengizining bir qism joylariga tarqalgan. Bu gulning ko'p uchraydigan ranglari bo'lsa, qaynoq qizil, qaynoq so'sin va so'z chechak qatorliqlar. Bu gulning yupurmoqlari va guli yurak shakillik bo'lg'achqa odamlar bu gulni bek yaxshi ko'radi. Yevropaning bir oz sovuq nam va ko'pincha so'z quyosh nurliq havosi bu gulga bakmi mos kelgachga biz bu gulni Gollandiyada ko'p uchratamiz. Bo'libmi uylarning deraza tagchalarida beqishqa bak mos keldi. Bu gul qip-qizil va yurak shakillik bo'lg'achqa mehr muhabbatning simvoli qilib urug' tuqqan va do'stlarga sovg'at qilg'ili bo'ldi. Men va opammi bu gulni bek yaxshi ko'ramiz. Do'stlar, sizlarmi bu gulni yaxshi ko'rdinglarmi? Bu gulni boqmoqchi bo'lsanglar, diqqat qilishinglar kerakki, u bekli nozik. U yo'riqlikni yaxshi ko'rdi, ammo bek kuchlik oftob nurida qolsa, yupurmoqlari oqarib kasal tekidi va gullari yurak shakillik bo'lmay qoladi. Yo'riqlik yetarlik bo'lmagan yerda qolsa-mu, gullari yupurmoqlarga o'xshash yeshil ranglik bo'lib qoldi.
u bek köp su xalamaydı. Şuna bir qetim haftada qandırıp su beriş en muvafık. Demek biz güllerge qancha kuyunib mehr muhabbet bilan baqsaq, ularni bizga shuncha aynib güzel gulleri bilan javob qaytirdi ekan. Rahmat. Mahirimiz Meryem nutq uchun to'limi o'zgacha va alohida foydali bir temani tanlabdi. U o'zining o'simliklarga bo'lgan qiziqishiga asosan qizil alqon guli haqida atrofli ma'lumotlarni ravon va o'lchamlik uyg'ur tilida biz bilan o'rtoqlashdi. Men qizil alqon gulini bek yaxshi ko'raman, lekin qizil alqon guli haqida bu qadar ko'p ma'lumotlarni bilmaydi ekanman. Shunlashqa men Meryemga alohida rahmat aytmoqchi, chunki men uning sayesinde qizil alqon guli haqida bu qadar tafsili va atrofli tushunchaga ega bo'lib oldim. Undan boshqa hammanglar diqqat qildinglarmikin? Meryemning qizil, yeshil rangni asos qilgan chiroyli atlas ko'ylagi va orqa ekranda rasmi ko'ringan hamda o'zi tonishtirayotgan guldagi ranglar bir-biriga o'xshaydi ekan. Undan boshqa Meryemning ekronni ko'rsatib nutqi boshlashlari menga xuddi Meryem kichik bir riyosatchidek ekranning oldida turib bizga qizil alqon gulni tonishtirayotgandek tuyg'u berdi. Diqqatimni tortgan yana bir nuqta bo'lsa, Meryemning talaffuzi to'lim o'lchamlik. Mayli gul turi bo'lsin, jo'grafiyalik atalg'ularda bo'lsin, mayli rang, havo alayliklarni ifoda qilishda bo'lsin, hammani sap uyg'ur tilida aniq va jarangli bir shaklda ifoda qilishga tirishdi. Uning riyosatchidek tuyg'u berishidagi sabab faqat ko'rinish jihatdan emas, albatta turishining salmoqligi, ana til talaffuzining alohida yaxshiligi, nutqida butun jumla va so'zlarni o'lchanib talaffuzda so'zlashi meni haqiqatan qoyil qildi. Mushu munosabat bilan men bu jihatda o'quvchilarga ajr singan ota-onalarga, ustozlarga, ana til maktabidagi ustozlarga, shundaqla bu yo'lda ajr qilgan, g'ayrat qilgan, tirishgan Meryemga alohida rahmat aytaman. Oxirida Meryemning bundan keyingi qiziqishlari haqida hargizmi yuzaga to'xtab qolmasdan davomli shundaq tafsiliy izlanadigan ruhini joriy qildirib, o'rganganlarni texmi o'ziga ishongan asosda jonliq, ruhliq, tetik holda har vaqt do'stlari bilan, biz bilan o'rtoqlashishini chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum. Hörmətli ustozlar, sevimli savardaşlar. Yaxşımısınızlar? Ben Fatima İlter. 10 yaşqa kirdim. Türkiye'de yaşayman. Ben sizlerge bayram degan maqalimni o'qib beray. Bayram o bir mübarek gün. O gün adamlar intayin xushal bulup birbirinin bayramlarını tebrikleşip birbiriga salam yollaşıdı. Salamdan ko'nglar yayrab, ichidan duo qilishidi. Biz bu ayrıca vatanda qolgan buvamlarimizga, urug' tuqqanlarimizga va barliq uyg'urlarga amonlik tilab uzun duo qilishdi. Cho'ng bayramlardan Qurban bayrami va Roza bayramidan boshqa har davlatning o'ziga xos bayramlari bo'ldi. Ben yaşavatkan Türkiye'de Devlet Bayramı, Yaşlar Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Emgekçiler Bayramı, Zafer Bayramı, Balılar Bayramı, digendek bayramlar bulundu. Bu yıl Türkiye'de Mart ayından başlayıp bayramlar arkadan kilip biz balılarını intayin hoşal kıldı. Bu yıl ben 4. yıllıkta okuvatkan bulup 6. ayda başlangıçını tükettim. Şunlaşqa bu yılki Balılar Bayramını muallim nahayet yaxşı numularını tayarlab, her xil qiziqarliq oyunlarını oynatıp bizni xushal qildi. Men bu çaçlarımni 16 sal örüp, doppamni ve atlas ko'ylakimni kiyib, Meşrep degan naqshiga toza sho'xliq bilan Uyg'ur usulini o'ynab berdim. Usul tugab sahneden çişişimgila muallim ve savaqdaşlar küçlük alkış bilen meni tebrikleşti. Men mu gülümsirep rahmet aytqach hammanglarning Balılar bayrami mübarek bo'lsin dedim. Shunda hammamiz xushal bo'ldik.
hamma kuni bayramdek güzel bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum Fatima qizim. Nutqingizni to'liq qiziqib, xuddi bayram o'tkazayotgandek kayfiyatda anglab chiqdim. Siz nutqingizda turli bayramlarni, ham bu bayramlarning kishilarga yetkazilgan xo'shalliqlarni o'tirib qo'yibsiz. Nutqingizga moslashgan holda o'zingizniki sho'q, erka, tetik ro'yi holatingiz, beshingizga kiyib olgan do'ppingiz, atlas ko'ynigingiz, o'rim chochlaringiz nutqingizga bek moslashibdi. Ondan boshqa sizniki talaffuzingiz shunda joyida, intonatsiyalaringiz nihoyat urg'uliq, nutqingizning sifatini yuqori ko'taribdi. Oxirida sizniki har bir kuningizniki bayramdek o'tishini umid qilaman. Vatan bizning opamizni, dadimizni baqqan, ularga nihoyat ko'p aslimalarni bergan. Shunda bizmi ularning og'zidan vatanning qandoq bir yer ekanligini anglab cho'ng bo'ldik. Endi Yaponiyadan Tafida Qo'ppor deklamatsiya qilgan Vatan degan she'rni anglab boqayli. Vatan, Abduri Muyassar Hamdam. Ey vatan, yurakni boqqan vatan, ey vatan, tumurda oqqan vatan, her kecha oy bo'lib osmonimda, her sahar tong bilan otqan vatan. Otamning dilini yetaklagan, onamning tilida doston vatan, bahordek her fasl chechaklagan, qishu yoz bog'lari bo'ston vatan. Atimiz üstünge şarap yapar, mustahkam dağlarga qalqan vatan, özümüz şaningni so'rab topar, canlarni olganda olqon vatan. Biz Uyg'ur tilimiz orqali faqat oddiy fikrlarni qilib qolmay, chunqur tahlillarni qila olamiz. Bu haqda aka hadilarimiz bizga bak yaxshi ulga bo'lyotdi. Amsa 11-14 yoshlar guruhsidagilarning nutqlari orqali gapimiz rost ekanligini o'zinglar ko'ringlar. Maaşqa chiqdim 2043-yili. Bir kichik qadam animatsiyasini bir cho'ng ejizlashtirdi. Bugun bu qadamni men boshiman. Maaşqa chiqib, yuragim duppildab cho'qishqa boshladi. Ta'til sinaq boshlandi. 5, 4, 3, 2, 1. Raketa birdenla qo'zg'alib, shiddatlik bilan o'rniqimga bosdi. Taxminan 2 minutdan keyin qarsh ovoz chiqib, raketa ochildi. Men olam boshqiga chiqdim. Olam boshqida yoshlari kichiklab bir chizilib qo'yilgan to'pdekla ko'rindi. Olam boshqi bir g'aytashgan. Sinoqsiz chekitdek yulduzlar olam boshini qo'rishib olgandekla ko'rindi. Men bu manzarani ko'rib intayin ho'rsinlandim. Tuyuqsiz raketa menga oksigen saqlag'uchidan to'shkechilib ketdi. Oksigenning tugisiga 5 minut qoldi. Tez bo'lib oksigen saqlag'uchini o'ngsang ham o'sha oksigen saqlag'uchiga siling deb ogohlantirdi. Men buni anglab tez o'rnimdan turib olam kiyimimni kiydim. Kiyimimga arg'amchini raketaga bog'lab bo'lib sirtqa chiqdim. Olam boshqada yuz so'zgandekla ish qildi. Men raketaga ishilib oksigen saqlag'uchiga qarab o'ngishga boshladim. Oksigen saqlag'uchini o'ngshab bo'lib raketaga qaytishni boshladim. Tuyuqsiz meteorit yomg'iri yog'ishga boshladi. Bir meteorit tishi mening o'ngimga tegib olam kiyimimni teshibdi. Bu mening badanimni birdenla olam boshqining sovuqligiga his qildirdi. O'ng qo'lim butun sezimni yo'qotdi. Oksigen miqdori 0 ga tushdi. Men nafas olmay turib darhol raketaning ichiga kirib oldim. Raketaning ichiga kirib bo'lib, darrov oksigen saqlag'uchiga soldim. Olam kiyimimni silitib bo'lib, aram olsam bo'lganligini bilib, yetib uxladim. Uyg'ongan vaqtimda Marsga kelish uchun 18 minut qoldi. Mars bir qizillam aplishin ranglik aydakla ko'rindi. Mars atrofida bir yaqin kelib qolgan meteorit tishi yo'q edi. Raketa aslab Marsga qo'nishga boshladi.
Men alam kiyimimni kiyib, beshim o'zgarch uydan chiqib, marshga birinchi qadamni bosdim. Marsh bir tüptüz qumluqdekla ekan. Men har xil avrishlarni elib sumkamga soldim. Tuyuqsiz oldimda bir kichik ko'lchak uchirdi. Ko'lchakda kichik narsalar milillab yuradi. Marshda hayotliq bor ekan. Men ko'lchakning avrishkishini elib raketaga qaytdim. Men uyga qaytadigan bo'ldim. Yusufcan, ekran oldidagi jiddiy va salmoq qiyofatingiz nutqingizning mazmunini texmi yaxshi yo'ritib beribdi. Uningdan boshqa biz nutqning mazmunini anglashdan avval ustingiz kiygan olam ushqushlarining kiyimlaridilla nima so'zlamoqchi bo'lganligingizni tushunib yetdik. Siz bu nutqda qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan fan texnikalik atalg'ularni, olam bo'shligiga doir nurg'un atalg'ularni pek yaxshi ishlatdingiz. Biz bu nutq orqali yana nurg'un olam bo'shligiga doir bilimlarni bilib oldik. Siz bütün tasavvur kuchingizni shundaqla o'rgangan bilimlaringizni ishga solib turib, nihoyat qiziqarli yangiliklar bilan to'lgan bir nutqni bizga sundingiz. Biz bundan sizning qanchalik izlanganligingizni, bu vaqtda qanchalik tirishqanligingizni ko'rib olaymiz. Sizning g'ayratingizga, tirishchanligingizga afrin aytamiz. Kelgusida arzu armonlaringizning amalga oshib, sizni shundaq olam ushquchilari qatorida ko'rishni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yari bo'lsin, g'ayrat qiling. Maymun. Assalomu alaykum. İsmim Selvinaz Razdin. Yaponiyanın Tokyo şəhərində oturman. Bu yıl 6. yıllıqda oxuyman. Bu yıl yazlıq tətildə bizini Tochiyin rayonunun Nikko Tagrak rayonuna oxuş bitiriş səyahətinə elib bardı. Şu yerdə tarix uzun borayan ibadətxana bar bo'lib, isim bo'lsa Nikko Toshogun. Yana şu yerdə Tokugawa Ieyasu isimli bir Edo davrida Yaponiyani birlikka keltirgan kumandarning qabrasi var. Lekin men bugun kumandar to'g'risida so'zlamayman. Menga eng ta'sir qilgan maymun to'g'risida so'zlab beraman. Men o'sha maymunning rasmlarini Nikko'ning har xil yerida ko'ralaydi. Qanday maymunlardir deb sizlar qiziqyapsizlarmi? Bu maymunning birisi bo'lsa ko'zini itib olgan mezor. Yomon ishlarni ko'rman degan ma'nosi bor ekan. Yana bir maymun bo'lsa og'zini itib olgan ibazori. Yomon ishlarni deman degan ma'nosi bor ekan. Yana bir maymun bo'lsa quruqini itib olgan kikazori. Yomon ishlarni olman degan ma'nosi bor ekan. Bu maymunlar nimashqadanlikni bolalarning talabiyatiga bog'lab tushundim. Bolalar maymunga o'xshash do'lamchiq bo'lgachqa argan ishni deydi, ko'rgan ishlarni do'laydi. Bo'lgachqa ota-onalar bolalarning oldida yomon ishlarni demanglar, yomon ishlarni qilmanglar. Shuningdek qilsangizlar, bolalar cho'ng bo'lgan vaqtda adabsiz cho'ng bo'ldi. Bo'lgachqa sizlarmi yomon ishlarni demanglar, anglamanglar. Ma'qulmi? Mahirimiz Selvinurmu biz bilan nihoyat foydali bir mazmunni o'rtoqlashdi. Sho'ng men oldi bilan mazmun haqida to'xtalib o'tmoqchi. 3 maymun ta'biri dunyoda o'rtoqlashgan bir idiomga aylangan. Ammo dunyoda g'arb madaniyatining izohlagan shaklida salbiy ma'noda to'ntilgan bo'lib, ya'ni keng ko'lamli o'rtoqlashgan o'rtoq izohati bo'lsa, foydasiz sharoitlarda yoki ahvollarda bo'layotgan ishlarni ko'rmasga silib olish, anglamasga silib olish va bu haqda og'iz ochmaslik degandek mas'uliyatsizlik yoki shaxsiyatchilikni simol qilib qo'llanilgan. Ammo Selvinur bizga bu mashhur 3 maymun obrazining asli kelib chiqishi va Yapon madaniyatidagi haqiqiy ijobiy obrazi va ma'nosining nima ekanligini nihoyat yaxshi tushuntirib qo'ydi. Shuning uchun men Selvinurga rahmat aytaman. Bunlardan boshqa Selvinur nutqida bizga 3 maymun hikoyasini aytib berish bilan qolmasdan,
buni o'zi qanday tushunganligi nuqtasidan fikr bayon qilish orqali meni texmi qoyil qildi. U 3 maymun haqida o'ziga so'zlab uyutilgan mazmunlarni o'rganish bilan cheklanib qolmagan. Buni o'zidek omoq bolalarning hayotiga bog'lab turib, cho'nglarning yomon ishlarni demay, anglamay va so'zlamay, bolalarning oldida yaxshi o'rnak bo'lish kerakligini nayt dadil bir shaklda o'tirib qo'ydi. Onunğa bu o'rinli fikri va chaqiriq uchun chin qalbimdan rahmat aytaman. 3 maymun haqida o'ylanib, o'ziga xos mustaqil fikr yurgizganligi uchun bo'lsa, onunğa afirin aytaman. Sarvinurning nutqi jarayonidagi turqi to'limi erkin, ozoda va tabiiy bo'lgan, talaffuzi yaqinliq, xitobi bo'lsa nayt o'rinliq. Hammamiz bildigandek odatda chet tildagi kirgan ismlar, shaxs ismlari va yer ismlari chet tildagi bo'yicha o'zgarmay talaffuz qilinadi. Sarvinurning bu nutqida shu xil bir qiyinchilik bor. Chunki yaponcha yer va shaxs ismlari so'zlanadi va ona tilda nutqni davom qilish kerak. Sarvinur o'z nutqida bu yer va shaxs ismlarini yaponcha degandan keyin darhalla nayt ravonlik bilan uyg'urcha nutqni davom qildi. Bu haqiqatan taqdirlash tegishli deb o'yladim. Mayli nutqni tanlagan temasi bo'lsin yoki fikr qilish usuli bo'lsin, Sarvinurning o'ziga xos nayt ziyrak, chechan bir tarafini bizga ko'rsatib berdi. Men oxirida Sarvinurning ona tilini texmi voyaga yetkazib o'rganishini, yapon madaniyati va hayotidagi yangiliklarni, 3 maymunga o'xshash o'zgacha mazmunlarni go'zal ona tili bilan, ona tili sinfidagi saboqdoshlari va ustozlar bilan va bizlar bilan har vaqt o'rtoqlashishini chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Najla Imin. Men 12 yoshga kirdim va Avstraliyada yashayman. Men oldingi ta'tilda Yaponiyaga berib keldim. Mening nazarimda Yaponiya fan texnikada taraqqiy qilgan, biz to'nib ketgan mashinalar bilan to'lib ketgan, odamlar yo'llardagi qisqa-qisqanchilikda bir-biriga urilishib, yugurishib yuradigan bir yer. Yaponiya 2. Dünya urushida 2 atom bombani zarbasidan mag'lub bo'lganligini va urushdan keyin tezligina asliga kelganligini bilardim. Lekin Yaponiyaga berib kelib, u yerda o'ziga loyiq qoida usullari va madaniyatining borligini bildim. Va menga ta'sir qilgan nuqtalarni sizlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Bir kuni biz bir oshxonaga kirsak, hamma odam o'grisini qo'lib ishitib ichib Biz bak hayron qolgan edik. Keyin o'qsak, u yaponiyaliklarning bir qoidasi ekan va tamaqani qo'lib ishitib ichmasa, adabsizlik bo'ladi ekan. Yaponiyada faqatla axlat sanduqlar yo'q ekan. Shunga hamma odam bir sumka ko'tarib yuradi ekan. Axlat sanduqlar yo'q bo'lsa-mu, hech kim yoki axlat tashlamaydi ekan. Ya'ni qanchalik pokizligidan biz bak hayron qolgan edik. Yaponiyada axlat sanduqlarning yo'qligidan 2 sabab bor ekan. Birinchisi, yaponiyaliklar o'zimizning axlatimizga o'zimiz mas'ul bo'lishimiz kerak deb o'ylaydi ekan. Ikkinchisi, burun odamlar axlat sanduqlarga bombani tashlab qo'ygan ekan. Shunga o'xshash ish bo'lib qolmasin deb axlat sanduqlar yo'q ekan. Biz poyezdga chiqsak, hammam telefonda so'zlashyapti. Tuyuqsizlar poyezdda ishlayotgan odam kelib, hammamga telefonda so'zlasa bo'lmaydiganligini aytdi. Keyin bilsak, poyezdda telefon so'zlasak bo'lmaydi ekan. Poyezdni saqlayotganda yoki poyezdning koridorlarida so'zlasak bo'ladi ekan. Yaponiyaning Tokio shahri dunyodagi eng yo'g'on shahar ekan. Tokioda 37 million odam yashaydi ekan va Yaponiyaning 30% nufusi Tokioda yashaydi ekan. Tokioda kecha minglagan chiroqlar yiqilib turadi ekan va chiroqlarning qanchalik nurliqligidan, olam bo'shligidan ko'ra ekansiz. Rahmat. Assalomu alaykum Najla qizim. Sizning nutqingizni qiziqib angladim. Nutqingizda garchi o'zingiz Avstraliyada yashayotgan bo'lsangiz-mu, ammo Yaponiyaga qilgan bir qatimliq sayohatingizdan keyin Yaponiya haqida o'zingizning taassurotingizni yozib biz bilan o'rtoqlashibsiz. Bu bir yaxshi odat. Bag'an sayohat qilgan joylarni qaytgandan keyin shu sayohat haqida taassurotlarni yozish, buni bizning bilmimizni texmi oshirganға,
Şu davlat haqida yoki biz sayohat qilgan shu joy haqida texmi atrofli narsani bilishimizga turtki bo'ladi. Siz nutqingizda Yaponiyaning taraqqiyoti, yaponlarning urf odati, olayliklari haqida nihoyat qiziqarli ishlarni so'zlab beribsiz. Yaponiya haqida ko'p bilimlarga ega bo'ldik deb qarayman. Sizning bu xil odatingizni davomli saqlab, sayohatlaringizni xatirlarni yozib qoldirishingizni, yana shunday yozib, turli vositalar orqali kichik do'stlar bilan ham bahrilashingizni umid qilaman. Bu bek yaxshi odat. Ondan sizningki talaffuzingiz bek to'g'ri, intonatsiyangiz joyida bo'libdi. Bundan g'umnayt xush bo'ldim qizim. Aferin sizga. Assalomu alaykum. Amerikadan Houston shahridan ismim Bilga. Sizlarga bugun olib kelgan hikoyam dengizdagi urush. 1944-yili Enterprise nomli bir paraxod yanadagi 3 urush paraxodi bilan birga ketayotdi. Juxsizlar paraxoddagi bir odam 5 kilometr oldimizda dushmanning oz paraxodi bor ekan deb vaqirdi. Shu hamon Nevada, Alaska ham Florida nomli bu 3 paraxod dushmanga qarab o'q otdi. Enterprise aviamatga bo'lib o'q atalmadi. Lekin u aeroplanlarni dushmanga qarshi urushga avatib atlandirdi. Dushman bizga bombardimonchi aeroplanlarni avatdi. Enterprise shu sababli o'zimizning aeroplanlarimizni yana osmonga chiqarib o'zini qo'g'dashga avatdi. Biz bombardimonchi aeroplanlarni vayron qilib, o'zimizning bombardimonchilar aeroplanlarni dushmanga avatdik. Tuyuqsizlar Florida nomli paraxod portladi. Dushmanning paraxodi uni cho'ktirgan edi. Biz paraxodlarimizni orollarning og'iga yoshirib plan tuzdik. Boshliqlarimizga radio orqali bizga yordam kerak deb tovladik. Boshliqlarimiz bizga yordam yarim soatga kelganligini aytdi. Biz yarim soat g'ayrat qilsaqlar bo'ladi. Shu arada dushman bizni ko'rib qoldi. Biz oldimizga qarab mandik. Asta-asta ishtikladik. Dushmanga qarab o'q etib bir paraxodni cho'ktirdik. Ham undan keyin bombardimonchi aeroplanlarimiz yana bir dushmanning paraxodini cho'ktirdi. Dushman bizga qarab o'q etib motorimizga zehim silib minishimiz astlab qoldi. Dushman bizga qarab o'q etishga tayyorlik qilyotdi. Ishtim tut, paraxod portladi. Aslida yordamchi qo'shnimiz paraxodni portlatgan edi. Biz qolgan dushmanning paraxodining hammasini cho'ktirib, bu jiddiy kelgan hujumdan qutqizdik. Rahmat. Bilge, siz nutqni nayt chiroyliq salamlar bilan o'zingizni qisqish tunishtirib, bek yaxshi boshladingiz. Nutqning boshlanishi bek yaxshi bo'ldi. Onundan başqa ovozingiz nayt suzuk, yangroq, so'zlarning talaffuzi, urg'u intonasiyasi bek yaxshi dal joyida bo'ldi. Siz yana nutqda qiyinlik darajasi xil yuqori bo'lgan atalg'ularni, so'zlarni ishlatdingiz va shunday bo'lishiga qaramay, nutqni boshdan oxiriga ravon tushunishlik so'zlash uchun xilil g'ayrat qildingiz. Men sizning bu tirishchiligingizga apirin o'qiyman. Nutqingizda meni diqqatim tortgan yana bir mazmun sizning tasavvur kuchingizning boyligi. Ya'ni siz tasavvurga bak boy ekansiz. Men sizning bu o'zingizda bor bo'lgan alayliklarni joriy qildirib, bundan keyingi o'rganish musobaqangizda texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilaman. Sizga omad yer bo'lsin, davomli xayrat qiling. Assalomu alaykum. Mening ismim Zibo Imin. Men 13 yosh. Men Avstraliyada yashayman. Bugun men sizlarga FIFA to'g'ri so'zlab beraman. Federativ xalqaro futbollar jamiyati FIFA 1904-yili qurilgan bo'lib, 209 a'zosi bor. Bu jihatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qilishmaydi.
Uni dunyodagi eng dongli tantabiy tashkiloti deyishga bo'ladi. Uyushma nishoni futbol o'yini ilgari surish. Mamlakatli jamiyatlar, federatsiyalar va amaldorlar orqali har darajalik musobaqalarni tashkillash va muvofiq deb qaralgan tadbirlarni qo'llanish orqali har xil musobaqalarni kontrol qilish. FIFAning qurilishi 20-asrning boshlaridagi xalqaro o'yinlarning ko'payishining natijasi. Yevropadagi futbol rahbarlari bunday kengaytirilgan raqobatning boshqarish organiga ehtiyojli ekanligini his qildi. Fransiyalik jurnalist Robert Guérinning rahbarligida 1904-yili 21-may 7 qurg'uvchi a'zo Parijga yig'ilib, tanharakatning kelgusini shakllantirdi. FIFAning birinchi boshlig'i Guérin 1904-yildan 1906-yilgacha FIFAga riyosatchilik qilgan. Hozir Italiyalik Gianni Infantino FIFAning boshliq vazifasini o'tkazayotdi. FIFAning boshlig'ida futbol dunyodagi eng dongli tanharakatga aylandi. Federativning degani bo'yicha bu o'yinni 150 milliondan jiq odam o'ynaydi. Uning ichida 10 million ayol tanharakatchi bor. Ko'rilmanning soni milliarddan oshadi. Futbolning eng chong boshqarish organi bo'lish sifati bilan FIFAning boshqarish doirasi har xil. FIFA o'yinning qoidasini tuzaydi, o'zgartiradi, futbolchilarning xalqaro yetkazishini tekshiradi va har bir musobaqani o'rinlashtiradi. FIFA o'tkazgan rasmiy dunyo lavha talashish musobaqalarining ichida dunyo lo'ngisi va ayollar dunyo lo'ngisi, yana dengiz sohili futbol dunyo lo'ngisi va zal ichi futbol dunyo lo'ngisi bor. Buningdan boshqa FIFA har 4 yilda bir erlar va ayollar olimpik futbol musobaqalarini nazorat qiladi. Shuning bilan FIFA futbolning ilg'ishiga cho'ng turtki bo'ldi. FIFAga bo'lmagan bo'lsa, bu go'zal o'yin bugünkidek mukammal bo'lmaydi. Rahmat. Mahirimiz Ziba o'z nutqida xalqaro futbol jamiyati haqida ravon uyg'ur tilida tafsiliy tushuncha beribdi. Uning nutqi haqiqatan mo'l mazmunli bo'lib, o'zgacha bir temani ana tilda ifoda qilish g'ayridan namoyon qilgan alohida bir nutq deb o'ylayman. Futbol ko'pinchimiz o'ynashni yaxshi ko'radigan, o'ynamaganlarmi ko'rishni yaxshi ko'radigan alohida bir tanharakat turi. Men universitetda o'qiyotgan vaqtimda bir yil futbol darsini tanlab, tanharakat darsida futbol o'ynashni o'rgangan edim. Ammo xalqaro futbol jamiyati haqida bu qadar atrofli tushuncham yo'q edi. Men Zibaning tafsiliy leksiyasi orqali xalqaro futbol jamiyati haqida atrofli tanishga ega bo'ldim. Shuningdek men Zibaga rahmat aytaman. Ondan boshqa Zibaning nutqining qurilmasi nihoyat yaxshi bo'lgan. Ziba bizga qisqagina leksiyasida xalqaro futbol jamiyatining umumiy qurilmasi, qurilish sababi, funksiyasi, tarixi va tarixdagi muhim shaxslar, hatto bugungi vaziyat haqida qadam-qadam atrofli tushuncha berib o'tdi. Zibaning talaffuzi aniq, bayonlari logikalik, tushunishlik, ovozi salmoq va intonatsiya izchilligi nihoyat yaxshi bo'lganligi uchun anglag'uchiga xuddi rasmiy bir diktorning xabar diktorininki anglitishini anglayotgandek tuyg'u berdi ekan. Shunga umum jihat elib aytganda Zibaning ana tilini nihoyat yaxshi o'rganganligini va yaxshi yetaklanganligini ko'rib bilish qiyin emas. Men Zibaning bundan keyingi izlanishlarining texmi cho'nqur bo'lishini, texmi ko'p ilmiy savodlar haqida izlanib, o'rganganlarini ravon va chiroyli ana tilda bizlar bilan davomli o'rtoqlashishni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Sharqiddin Sirajiddin. Yaponiyaning Tokio shahrida turaman. Men kim? Bu bo'lsa doim o'zimdan so'raydigan savolim. Shunday vaqtda men o'zimga har xil javoblarni beraman. Men bir odam, men bir qiz. Men oilamning eng chong farzandi. Men Yaponiyada turadigan Uyg'ur. Men bir o'quvchi. Lekin bu savollarga javob beryapsam, texmi javob berish test savollar xayolimga kirdi. Yaxshi odam bo'lish uchun qanday ishni qilish kerak? Boshqa odamlarga ziyon yetkazmaslik eng aqlli savol. Undaqda yaxshi qiz bo'lish uchun nima ishni qilamiz? Adab axloqli turish va boshqalarga yaxshi muomala qilish, pokiz va ayoliq kiyim-kechaklarni kiyish qatorliqda.
Chetlarda turadigan yaxshi Uyg'ur bo'lish uchun bo'lsa, o'z ona tilimizni ravon va yaxshi so'zlash, madaniyatimiz, tarixlarimizni yaxshi tushunib, Uyg'urni bilmaydiganlarga tushunitib qo'yish va o'rgatib qo'yish. Ailemning yaxshi eng chong farzandi bo'lish uchun bo'lsa, opamning yaxshi yordamchisi va fikrimning yaxshi yetakchisi bo'laman. Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun yaxshi o'rganish qilib, maktabning faoliyatlariga aktiv qatnashib, do'stlarim bilan inoq yurishim kerak. Yuqoridagi savollarning o'lchamlik javoblari bo'lmaslik mumkin. Lekin men har qatam o'ylasam, har qatam har xil javoblar xayolimga kirdi. Biz cho'ng bo'lguncha har xil salohiyatimiz bo'ldi. Lekin shu salohiyatımizga loyiq bo'lish oson ish emas ekan. O'zimizning mukammal odatimizni o'ylab, kuch va tasalli topamiz. Eng oxirida sizlarga Yaponiyaning danglik maqal tamsilini sovg'at qilay. O'zingga qattiq qo'ri bo'l, boshqalarga oq ko'ngil bo'l. Bizmi o'zimizga qattiq qo'ri bo'lib, bundan keyin tirishaylik. Assalomu alaykum Sharqnur qizim. Nutqingizni anglab, men o'ylab qoldim. To'g'ri deysiz. İnsanlar ba'zida shundoq o'zidan men kim degan savolni so'rashga majbur bo'ladi. Ham shundoq so'rab turish kerak deb o'ylayman. Bu savol orqali biz o'zimizning nima qilishimiz kerak ekanligimizni yodimizga olamiz. Bu savol bizga shularni eslatadi. Siz nutqingizda insonning hayotda har xil rollarning bor ekanligini, bu rollarningki o'xshamagan makonda, o'xshamagan zamonda o'zgarib turadiganligini bayon qilibsiz. Gerçi bu tema naydı çoğun tema bo'lgan bo'lsa-mu, siz bu temani o'zingizga xos bo'lgan usul bilan yoritishga tirishibsiz. To'g'ri talabbusingiz, yaxshi intonasiyalaringiz nutqingizni texnik kuchlantiribdi. Kiyimlaringiz o'zingizga shunchalik moslashibdi. Sizning shunday bir cho'ng temani dadillik bilan o'tirib chiqib, vaqtda o'ylaganlaringizni bizga sunganligingizdan intayin hoş buldum. Cesaretinizga aferin kızım. Ana tilini öğrengen hamma balalar bak qaltis. Meningcha hamma mahirlar bak nochi, notiqlar ekan. Shunda, amzo ularning natijasini ko'rib baqaylik. 6-qismliq men notiq Uyg'ur o'yinchilari notiq so'zlash musobaqasiga qatnashgan mahirlarning natijasini ko'rish uchun diqqatinglar ekranda bo'lsin. Yette 8 yoshliklar guruhi bo'yicha eng jonliq notiq mukofotiga erishgan mahir Mastura Muxyor. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahir Marziya Abdul Ahad. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Najiba Islom. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Zubayr Aziz, Muhsin Qurum, Nafisa Ali. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Mus'ab Aysajon, Suhayba Bilga. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahir Marfina Mardon. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Anisa Arslan, Sumayya Bilga, Bilginur Sirajiddin. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar
Meryem Adil, Fatime Mahmud, Afife Ali. 9-10 yaşlıklar gruppasi boyunca birinci derecelik mukofotga erishgan mahir Fatime İlter. 11-14 yaşlıklar gruppasi boyunca 3. derecelik mukofotga erishgan mahirlar Bilge Ahmed, Servinur Sirajiddin, Yusufcan Turg'un. 11-14 yaşlıklar gruppasi boyunca 2. derecelik mukofotga erishgan mahirlar Necla Imin, Sharqinur Sirajiddin. 11-14 yaşlıklar gruppasi boyunca 1. derecelik mukofotga erishgan mahir Ziba Imin. 1. derecelik mukofotga erishgan mahirlarga bir yurish 24 son 4 quloq balalar jurnali sovg'a qilinadi. 2. derecelik mukofotga erishgan mahirlarga Avlod nashriyoti tarafidan nashr qilingan 10 qismliq Hammasi Allah deydi nomli o'qishliq sovg'a qilinadi. 3. derecelik mukofotga erishgan mahirlarga Avlod nashriyoti tarafidan nashr qilingan 7 qismliq Bilgumbar nomli o'qishliq sovg'a qilinadi. Eng jonliq natiq, eng tamkin natiq, eng jasur natiq mukofotlarga erishgan mahirlarga Avlod nashriyoti tarafidan qayta bisilgan Ajoyib Yupurmoq nomli kitob sovg'a qilinadi. Barliq mahirlarimizni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Cengahlarda yarak ana til, seferlerde bayrak ana til. Quyosh kabi parlaq ana til, men sana bek amraq ana til. Aziz qarindoshlar, bu kutumliq musobaqamiz oxirlashdi, lekin yana davomliq Uyg'urcha so'zlaymiz. Keyingi kutum sizlarni texmo hayron qoldirishga tayyorlik qilamiz. Musobaqamizga qatnashgan mahirlarga, numur avatgan do'stlarga, ilhomlantirgan ustozlarga, qimmatli vaqt chiqarib ko'rgan qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Kelar kutumliq musobaqamizda ko'rishaylik.